Keyin Mercedes bilan Volgaga juda ham qattiq mehr bergan ekansiz. Hattoki bitta Volgangiz haqida klipda ham menimcha bor-u. Bitta Volgangizni 10 yil mobaynida. To'g'ri. To'g'rimi gap? U qiyma qilib qilingan Volga. Ha. Masalan shu eshigi boshqa ikkita uchta anaqalarni mana Mercedes ikkita Mercedes bo'lsa, ikkita uchta Volga olingan. Eski Volgalarni 50-yil, 55, 57, 58 yil uchta Volga. Arzon. Ularni olib, zapchasini unga qo'yib, mashina qilib 10 yilda bo'lgan mashina. Nimaga bu qadar mehr bergansiz? Men o'sha yoshligimizda Volgaga juda biz yoshligimiz paytimizda moda bo'lgan Volga. Bitta mahallada bitta, ikkita mashina bo'lardi. O'shanda bitta odamda Volga bor edi. Butun bolalar o'shaning orqasidan chopardi. Hammamiz bir 50 ta mashina odam bo'lsa chopilardi. Shunda havosim kelgan. Endi biz kattaroq qilganimizda yo'lga to'xtagan 24 chiqqan. O'shanga minolmagan. Men shuni orzu qilganman oxirigacha. Mashina albatta minishim kerak. O'shani qilib, boshqacha qilib, yig'ib, menimcha chiroyli chiqdi. Hamma yoqqa anaqa klipga ham chiqarib yubordik. To'g'ri. Hozir yo'qmi u? Bitta emas, boshqa joyda usta bilan ozgina joyi qirilgan joyi bor edi, shuni tuzatishga berib qo'yganmiz. Zo'r.